Mana prosta oddiy trekker punt ulas. Prosta qanaqa punt bo'lsa ham anaqa oddiy puntlarda kodirovka qilishni o'rgatib beraman. Punti hamma yo'g'i to'klari bo'lsa ham, punti bo'lib turib ishlamay qolsa, kodirovkadan ko'proq chiqib ketib qolsa, endi kamdan kam bo'ladi, endi bo'lib qolishi mumkin shunaqa holat. Batareyaga qo'ysanglar ham, punti o'zi ham hamma yo'q joyida bo'lib, hamma yo'q ulaniq bo'lsa, to'klari joyida bo'lsa, kodirovkadan chiqib ketib qolgan bo'ladi. Punt bilan mingani, ya'ni bog'lanmay qolgan bo'ladi. Shuni bog'lanishini hozir ko'rsatib o'tamiz, qanday ulanishini. Mana to'shni. Mana mayda hamma to'kini ko'rasizlar. Ulanishlarni aytib o'tganmiz. Keyin undan keyin ikkinchi stekerimiz bor mana. Mana u kalit tosta to'k deyardik, oqi, ko'ki eshikni o'qi deyardik. Keyin buni ikkovini ulamardik hech narsaga, kesib berdik. Men uchun ulamaganmiz hozir ham. Oq yo'li bor, mana ulangan edi. Uzdik. Endi kodirovka qilishni aytib o'tamiz. Qanday qilinadi kodirovka? Ikki tomon sim olinadi. Bir tomonini mana nimaga ulanadi? Mana pastdan to'kdan to'k olib turib, pastdan to'k mana qizil simga tiqamiz mana. Qizil simga bir tomon, ikki tomon simni bittasini qizil simga tiqib turib, o'rtadan tiqib turib, keyin oq simni uzib olganmiz, shalatasi to'kdi, u ham turib turadi. Bu oranjiy rang, bu sariq hech narsa ulanmaydi. Oranjiy rangni bu pastdan to'k qizildan ulab, pastdan ulab olamiz. Ulab olib turib, mana punti kodirovka qilish mana shunday qilasizlar. Mana pastdan to'kdan ikki tomonini sabzi rang oranjiga ulaymiz. Keyin mana aytib turganim karitasi to'k oqimizni ulab berganimiz, uzganimizni endi mana qarab turinglar. 1 2 3 shunday qilasizlar. Ushlab turasizlar, keyin punktni bitta bosib yuborasizlar. Bunday qilib turib bitta bossanglar, bu ulandi, u kodirovka bo'lib qolgan. Endi shunaqa qilib chiqib ketadi ham, ulanadi ham. Qarab turinglar, mana boshqatdan qilamiz buni. 1 2 3 chiqib ketadi o'zimga mana. Mana kodirovkadan chiqib ketadi, shunday qilasizlar mana. 1 2 3 1 2 3 mana avarini xatib bo'ladi mana. Avarini 3 marta yonib qarab turinglar. 1 2 3 bo'lmadi hozir. 1 2 3 Simni sevmay qolyapti ekan. 1 2 3 1 2 3 Hop, kodirovkadan ulanib bo'ldi. Kodirovka bo'lmagani chiqib ketib qolganda ishlaydi-da ular. Kodirovka ular shunaqa qilinadi mana. Pastdan to'kka mana oranjiy pastdan ikki tomon sim olib turib, punt ishlamay qolgan bo'lsa, hamma joyda bo'lsa, to'klarni tekshirib bo'lgandan keyin ishlamasa ham, mana pastdan to'kdan bitta sim olib turib, oranjiy sabzi rangi ulanadi mana. Ulan olib turib, mana miya chiqib ketadi o'zi xatar mana. 1 2 3 qilasizlar, chiqib ketadi. Keyin texnologiyalar bilan texnologiyani bosib olasizlar. O'zi ulanadi mana 2 funtda mana shu ushlab turgan holatda mana. Mana yana bir marta aytyapman, qizilga pastdan to'k, ikki tomon sabzi rangi pastdan ulab olasizlar. Keyin oq simga mana 1 2 3 deb turib, uchinchisi ushlab turasizlar. Keyin punt ishlamay qolgan puntni bitta bosib turasizlar, chiqqan ulanib oladi. Keyin bu bitta qo'yib yuborib, simlarni bitta qaytarib uzib olasizlarda, keyin ishlasizlar, ishlaveradi. Bunday bo'ladi. Ochib yopib bo'ladi. Kodirovkadan chiqib ketib qolsa. Punt bilan ya'ni miya bog'lanmay qolgan bo'lsa, shunday ulanadi. Shuni bog'lab olasizlar. Bo'ldi, shuni. Keyin bu sabzi rang simni uchini kesib qo'yib, oq simni qaytarib joyiga ulab qo'yasizlar. Ulamasanglar ham bo'laveradi. Buni ham uchini ulab qo'yasizlar, buni ham uchini ulab qo'yasizlar. Uch olsam ulanmay tursa ham bo'laveradi. Kodirovka qilish shu ikkinchi stekerda shunday qilib qilib olasizlar. Punt bilan miyani bog'lab olasizlar, bog'lanmay qolgan bo'lsa, ishlamay qolgan bo'lsa. Bo'ldi, shunday ishlayveradi.